Hammalaringizni kelayotgan 2026-yil bilan chin yurakdan tabriklayman. Assalomu alaykum aziz. Bugun 31-dekabr, xudo xolasa vokzal 2 obyektimizni boshlaganimizda ro'parasi 1 oy bo'ldi. Xudo xolasa 1 oyga bu yerga nima ishlarni qilib o'tdik, video davomida ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda biz birinchi navbatda elektromontaj ishlarini qilib o'tdik va bundan keyin hamma devorlarni padmayak, rodbank, shkaturkani qilib o'tdik. Hamma devorlar ideal holatda. Undan keyin esa patologlarni bu yerga polностью hamma yerni splashnoy urib chiqdik va eshikdan shunday kirishga chap tomonga отдельный kirxona, kir yuvish mashina uchun отдельный xona qildik. Bu tomoni esa oshxona qaraydi. Eshikdan shunday kirishga to'rida sanuzil bor edi. Uni hammasini buzib, boshqatdan gipsokardondan boshqa razmerda qilib o'tdik hammasini. Mana bu yerda esa xolodilnik uchun отдельный bitta joy qilib o'tdik. Shu paytgacha выходnoylarni minus qilsaga 24 kun ichida, 24 kun ishlagan bo'lsa 24 kun ichida mana shu ishlarni qilib o'tdik. Xudo xolasa yangi yilga santexnika ishidan boshlaymiz. Hammalaringizni kelayotgan 2026-yil bilan chin yurakdan tabriklayman.